Umida Hanuz kanalı kuzatuvchilari, ulug' hayit ayyomi muborak bo'lsin. Allohim uylaringizga nur, qalbingizga huzur, umringizga vaqt, ishlaringizga omad, qo'llaringizga esa daromad. Shu sotuvchilarning, to'g'rimi? Yaqinlaringizga quvonch, bir-biringizga bo'lgan mehr, muhabbatni tilab qolaman. Va men bugun sizlarni yaxshi ko'radigan 8 blokka keldim. Ko'rib turganlaringizning 8 blokdagi Zolushka magazini hayit ayyomi munosabati bilan sizlarga ham yangiliklarni aytdilar, ham o'sha yangiliklarni arzonlashtirib taqdim etadilar ekan. Bu Zolushka magazinga kelishlaringiz uchun 8 blokka kelasizlar va 8 blokning 10nadagi bloki bu 5-blok hisoblanadi. Berina doğruda 10nada Medicilshani peshexotindan o'tib kelsangizlar ham bo'laveradi. Umuman 8 blokning 5-bloki hisoblanadi bu. Infinbank tomonidan kelsangizlar o'ng tomondan yurib kelasizlar. Ustunda Zolushka 600 deb yozilib turibdi. Savdalashing bemalol, haqqingiz bor. Haqqingiz bor. Klientingizga praf. Hamma yangiliklar va sizlar har qanday obrazlaringizni oyoq ko'yishlaringizni normal etib kiymasangizlar, bu obrazlaringiz chiroyli bo'lib turmaydi degan fikr bilan Guli bilan obzorlarimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum debka. Yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Rahmat. Hayitlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat sizni. Avvalarim assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlarni kirib kelayotgan hayit ayyomlaringiz bilan tabriklayman. Ko'p hayit bayramlarini ko'rgizlar iloyim. Hayit uchun yangiliklar ham bor. Keyin xo'shroq narsalarni ham keldik va hayitda yana zo'r yangilikimiz ham bor dedingiz. Arzonlashtiramizmi narxini? Albatta, arzonlashtiramiz. Umidabga hayit munosabati bilan bizda yangi tovarlarimiz kelgan, yangi oyoq kiyimlarimiz hammasi arzon bahoda qo'yibmiz. Bayramda hazatib olib kiysin klientlarimiz deb. Hammasi aprel keldi. Endi havo qizadi, xudo xolasa bu yerni hammasi setichni, yozgi и letniy variant oyoq kiyimlarimiz keldi. Nereden başlayımız ise? Şuradan gelin başından başlayımız Umidabga. Avvalambor tapchikalardan ko'rsatib o'tiring. Hammasi toza variant tapchikalarimiz. Apkalarimiz yana bayramda hayitlikka olib bir-birlarına podarka etsalar ham bo'ladi. Hammasi kачественный. Hammasi standart necha so'mdan? 100 ming so'm и 150 ming so'm. Hammasini? Hammasi. 50 ming so'm ham tushirib beradilar. 50 ming so'mdan ham boshlaydi Umidabga. Ko'rsating, xohlaganini 50 ming so'mdan beramiz. Keyin gündalik kiyimga oyoq kiyimlarimiz keldi. Hammasi original Xitoy kачественный tovarlarimiz. Bular вообще yumshoq, hazzatib kunda bemalol giysalar bo'ladi. Bular ustuna bryuk bilan giysalar, yubka, kofta, ko'ylak hamma narsa bilan giysa ketadi. Bu oyoq kiyimlarimiz ham shunday, ham klassik, ham sportivniy stil bu. Stila tortadi. Любой hamma kiyim bilan ketadi. Necha so'mda tursizlar bular? O'zlari qimmatbaho kelgan original korobka dokument Xitoy kачественный makasimalarimiz, lekin 250 mingdan atib beramiz. Kelaversalar undan ham kelishtirib beramiz. Bu ham shunda 250. Bu ne? Bular turetskiy makasima. Bularni ham shu baho atib beramiz Umidabga. Lekin boshqa yerda so'raversalar 300-350 ming so'm baholari. Keyin bunday variantlarimiz kerak. Masalan, bankda, любой yerda masalan idora ishida ishlaydi apkalarimiz buni yaxshi ko'radi shunday modellarimiz. Bu ham bosanoshkaga, ham tufliga tortadigan modellarimiz. Setichniy Günde yumuşak kojalar, oyoqni og'ritmaydigan modellarimiz, toza keldi ishlarim. И elde açık modellarimiz geldi Umidabga qarang, shlopnitsalarimiz hammasi aynan letniy, toza keldi hammasi. Aprel geldi degani, уже yoz geldi degani. Yoz geldi degani, albatta. Derisi. Keyin qizlarimiz uchun ham bunday modellarimiz bor. Ham shlopka, ham bosanoshka, ham tufli variant. 3 в 1 bu Umidabga. Hamma yerga ketadi. Avan. Aynen. Bu modellarimiz ham bulardan bultiram satganmiz. Lekin büyülam trendda. Удобныйdan bu pes 150 ming so'm. Качество ничек? Качество Xitoy. Polni довольный giyadilar. Sinovimizdan o'tgan. O'zimiz ham giyganmiz.
Razmerlar bor. Razmerlari Eng katta bor. razmer necha? Keyin eng katta razmer 40 ming dumidabga. Endi bunday stillarimiz ham keldi yana. Gucci model. Buni xo'shaytib Gucci somkalar bilan assalarim dum xo'shaydiradi dumidabga. O'zlarini didini, vkusini qarab kiyaveradilar. Buni rasvetkasi ham bor ekan. Keyin bunday variantlarimiz ham keldi. Buni молочный rasvetkasi ham bor. Hozir moda. Gündalik qizlar o'qisha, isha, polni giysalar bo'ladi. Shunda hozir bu yil yana shu narsalar modami? Moda bular toza keldi. Bular bultir bo'lmagan, bultir satmaganmiz. Faqatgina shu modelimiz bultir satganmiz. Aynan. Bular ham 150 mi? Avang bular ham 150 ming so'mdan midabga. Krossovkalarimiz bor. Aynan. Krossovkalarimiz ham 150 ming so'mdan, keyin tuflilarimiz ham 150 ming so'mdan. Tuflilar ham hammasi 150 mi? Ish o'rdaylar. Avang hammasi 150 ming so'mdan. Yine hamma tuflilar 150 ming so'm ekan. Endi hozir aynan vaqti, o'sha ozgina vaqtda tapichkalarga, bosonoshkalarga o'tib ketamiz. Bular ham 150 mi Guli? Avang. Bular ham 150 mi? Hech narsa bor. Вечерний tuflilarimiz bemalol вечерniya kiysalar bo'ladi. Любой kiyim bilan ketadi. Yine to'ya giyaman desangiz 150, lekin bir dona to'ya giyasizlardan keyin ko'p qo'yasizlar ekan. Yana ikki to'yni ikkitani. 150 pika shular. Midabga bizlar toza makasimalarimiz keldi. Bular hammasini razmerlarimiz bor. Bular setishni variant. Buni beklisini satganmiz. Bular setka variant, yozda giymaka toza keldi hammasi. Bunda 3-4 xil rasvetkasi bor. Korechnoy, qora молочный aralashib kombinirованный ishlangan modellarimiz ham bor. Necha so'm endi bular? 150 ming so'mdan qo'ydik. Lekin hammasi Xitoy fabrichniy oyoq kiyimlarimiz, ishlab chiqarish emas. Ena ichida firmalar ham yozilgan. Xinfuda ko'p odam biladi, Xinfuda Xitoy firmasi ekanligini. Keyin yozda giymaka setichniy mini makasimalarimiz ham keldi. Bularning rasvetkalari ko'p. Buni hozir ham giysalar bo'ladi, kaprovlar bilan. Lazzat beradilar. Bularni yuvsam bo'ladi, bemalol hech etmaydi. Yuvib giysalar ham bo'ladi. Qora rasvetkalar ham boyina. Ko'p odam qora yaxshi ko'radi, ko'p odam ochiq svet yaxshi ko'radi. Keyin midabkebida bunday yosh qizlarimiz uchun makasimalarimiz keldi. Bularni skidka bahada 100 mingdan qo'ydik. 100 mingmi? 100 mingdan. Hech narsa bular. Xitoy bo'lam deb ishlab chiqarishamiz. Original vach. Hech balo bo'lmaydi bular. Hazzatib ket, ichlari ham tikilgan. Tikil emas. Shunday удобный narsalarni olinglar, oyoqlaringiz zararlanmaydi, xorib qolmaysizlar. Bularchidan? Bular ham 100 ming so'mdan midabga. Bu yerda vыборlarimiz ko'p. Bular ham 100likmi? Bular 80 minglik. Aynan 80 mingdan qo'ydik. Hammasini razmerlarimiz bor. Keyin bularimiz, setka makaslarimiz, bularni o'qisha, isha, maktabga hamma yerga giysa bo'ladi. Bularimiz 100 mingdan. Seri, молочный, oq, har xil rasvetkalari bor. Keyin bu yerda immuniy makasimalarimiz bor. Bularni ko'p odam biladi. Bular чистый турецкий. 250 ming so'm sotilgan bular midabga. Bularni 150 ming so'mdan qo'ydik. Aynan. Har xil rasvetkasi bor. Bu yerda vыбор ko'p. O'zlariga sizlar klientlarimiz kelib, giyib, ko'rib oladilar. Aytadi-ku, 1000 marta ko'rgandan, eshitgandan bir marta giyib ko'rgan yaxshi deb. Aynan. Har xil giyib ko'rasizlar, oyoqlaringiz xo'shroq bo'lib yarashib tursa, keyin narxini tushirib boshlaysizlar. Albatta. Klientlarimiz xafatimiz. Albatta. Xafatimiz, klientlarimiz довольны bo'lsa bo'ldi. Bularimiz nechik narsa? Bular üst setka, krossovочный stil. Bularimiz ham 100 ming so'mdan. 100 mingmi? 100 ming so'm. Nerdeki bu? Xitoy bular. Aynan. Качество вообще zo'r bo'ladi. Bular desam, o'zingiz giyib ko'rdingizmi Gulimonlar? Giyganmiz. Bizlar giygan vajni giyib ko'ramiz. Hech qachon giyilmagan, sifati sinalmagan vajni tavsiya etmayman midabga. Ammo o'zim sinab ko'rgan narsani tavsiya etaman. Kebede bunday makasimalarimiz ham. Endi bular qo'sha variant. Birovlarda setkasi bo'lishi mumkin. Men letniy obuvim bor. Menga hozir giymaka, guzak bahora kerak deydigan klientlarimiz uchun bularni ajoyib. Yengil. Barbim oyoqingizga giysangiz aytadi-ku, oyoqqa giysang aytadi deydi. Oyoqingizga giysa aytadi. Gulida gap ko'p. Oyoqqa giysang aytadi dedi. O'tgan safar yana bir narsalarni aytmadingiz, yodimdan chiqib turibdi. Oyoqqa giysangiz aytadi ekan, aytinglar, nima aytsa. Yozinglar kommentariyada. Siznikiligini aytadi.
Ana, ayaka giysə aytadı ekan. Gülü haqiqi ayak giyim satuvchisi bu yine. Xalasanızlar bu ne xilalara var bir de yukarıda. Üzünü kəsbini sevsən, yenə həzz etmişim. Mən üzümü kəsbimi sevəmən. İnergiyalama satsam, hər bir adama şu gələn klientdən enerjiya alıb satamam. Mesela bizlərəm arzan verin ayakımıza giyəndə. giygəndə. Mənəm enerjiya bərəmən, sizlər arzan atıb enerjiya atıb bərəmən. Bizlərəm ayakımıza giygəndə aytsın o ki. Oldu, tamam. Arzan versəniz, doğru mu? Lakin fakat mən yanıma gəlib, giyib görüb aladılar. Aşında aytadı. Yanınıza gələmiz əsas quru. İndi yanınıza gəlişimiz üçün işi tördə durğan tuflilarınızdan həmməsini Brüzeldən qoyamızmı? Brüzeldən qoyamız. Ümumiyyətlə bu nərsələrimiz, bu tuflilarımız ötən səfər reklamalarımızda yaxşı satdıq. Bunlardan yenə pavtorda razmer aldırdıq. Həmməsi 150.000 somdan gələ versinlər. Gülü işə durğan həmməsi 150 mi? Avan. İndi bu tuflilarımızın 100 minlik ulanam tapırız. İndi pəstə 100 minliklərimiz durubdu. Bu tuflilərimizin həmməsində razmer var da və də bər ölüm. Mən doğrusunu aytamam. Nə üçün desə indi bu tufli sezonu toxtatamız. Bunlardan gəlib giyib görədə razmerə doğru gəlsə ala verədilər. İndi bir yandan bizə basanoşka gəlimiz. Bizənin basanoşkalarımız həm tazə gəlib durdu. Yine işarda görüb durğanlarınızda həmməsi 150.000 somdan ekan standart həmməsi 150.000 som. Bunlarım görün, bunlarım 280.000 som satılğan tufliler. Kojasına qaranmın, вообще zor. 180.000 somdan. 180 mi? 180.000 somdan. Pəs gene udobni. Bunu 150 dəvə dikməzmi? 180 çıxarıb verəsiniz. Barın yaxşı, gələ versinlər 150-də ümidət. Ümid etkəm klientləri podpisçilərimiz xafa bulmasınlar. Həmməsi gələ versinlər. 150.000 somdan gələsilər, yaqqanın tutaslar işördə 150.000 somdan. İndi bir dənəm var ekan. Bunlarınızdan 150 mi, 100lik mi ya? Krasovkalarımız bulan həmməsi. 100lik mi? 150.000 som. Ümid etkə qarang, bulanı hər xilası bir Arzara qaçaka disk axır. Arzara qaçaka disk. Yəni 150-də boylandınız, 100-dən əsəvən. Oldu, gələ versinlər. Ana. 100-ə düşürdük işördə yəni. Sözün sınması ümid etkə. Məncə bunlar 80-likə də oxşuydu. 150-də boylandı, lakin yenə 100-ə düşürüverdi. Xullas qızlacanlarınıza yenə işini Diorlaramba, bularamba. Basanoşkalarımızı göstər, ümid etkə qarang tazə gəlib durdu. Həmmə basanoşkalarım skitkä baxada. Neçə somdan? Bunlar 200.000 somdan. Yengilikləri yox mu basanoşkələrin bu yılğıları? Dum yengilikləri, dum yengilikləri. Xuda xalasa yengiliklərim boladı. Gələ versinlər tapbarımız. Aytamam ki, geyən adamı xafa etməyimiz. Həmməsini arzana tip bərəmiz. 250.000 som öpkə. Turetski makasima. Yine qıstanıb satıb yatıb da azı gülü. Aytın indi bu narxlarınız kaça neçə? Bu narxlarımız xuda xalasa 5 gün boladı. Bemalal klientlarımız gələ versinlər. Sizlərini yenə bir mərtəki itayamlarımızla təbrikliyəm. Köp bayramlarını görəcəksizlər. Gələ veringlər, sizlərini özüm kütüb alama.